Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shunaqa nonni ustini yaltiraydigan suzma tayyorlash jarayonini ko'ramiz. 1 kilo suzmaga 40 gram chayni soda, 80 gram shakar solamiz va shunaqa xohlasanglar qo'lli, xohlasanglar shunaqa mikserda, shurpyordan, mikserdan xohlagan narsalarni aralashtirasizlar. Yaxshilab aralashtirasizlar, чтобы ichida g'orasha-porashasi qattiq quruq qolmasligi uchun. Eslab qolinglar, 1 kilo suzmaga, yog'siz suzmaga 80 gram shakar solasizlar, 40 gram chayni soda solasizlar. O'shanda suzmamiz mo'tadil bo'ladi. Nonlarimiz rangi bir xil bo'lib, qip-qizil bo'lib chiqadi. Va ko'pchilik har xil nonlarning o'ziga yarasha retsept bor. Bizda retsept shu kommentariyada juda ko'pchilik yozgan ekan. O'shanga video qilib chiqing degan uchun video qilib chiqaryapmiz. 2 minut, 3 minut yaxshilab aralashtirasizlar. Yaxshi aralashtirsa, suzma redinkaroq bo'ladi. Suzma holatiga qarab suv qo'shasizlar ozgina. Hop, do'stlar, mana suzmamizni pashti tayyor bo'lib qoldi. Suzmamiz shunaqa malakoga o'xshab sal sarg'ishroq bo'ladi. Yaxshi suzma bo'lsa shunaqa bo'ladi, yog'li suzma bo'lsa oppoq bo'lib turaveradi. Bitta podpiska, bitta like, bitta komment, bitta repost qilish esdan chiqmasin. Arzimagan mehnatimiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Suzmaning qattiq quyuqligi mana shu holatda bo'ladi va buni marlidan, dokadan o'tkazib yuborasizlar. Bir marta suzib yuborasizlar. Mana suzmamiz pashti tayyor, готов.